Assalomu alaykum va rahmatulloh. 10 dollar pul yeb ichishga, ovqatga Rossiyaga qatnaydiganlar, chetga qatnaydiganlar shofyorlarga yetadimi? Boy akalar, sizlarga bitta savol. Shofir akalar, sizlarga ham savol. 10 dollar yetkiza olasizlarmi? Yetkizasiz. Lekin normal ovqatlanolmagandan keyin rolda yurganda nastrini buziladi. Bir ichimlik ichaman deydi, bir shokolad olib yeyman deydi. Odam organizm talab qiladi, lekin pul 10 dollar. 120 ming yetkizish kerak. Qozog'istonda bitta ovqat olib yesangiz, kamida 3 ming, 3,5 ming so'm bo'ladi normal ovqat. Go'shtli ovqat yeb turmasangiz energiya bo'lmaydi. Energiya bo'lmasa 15-20 soatlab qanday haydaydi? Boy akalar, aytinglarchi. Xudoga shukr, menga shunaqa boy akalar tushgan. Ovqat puli qancha berasiz deganimda, xohlagancha yeyavering aka, uni hisob kitob qilmaymiz. Biz ovqatni hisoblamaymiz degan. Mana shunaqalari bor. Hamma emas, lekin aksariyat 70-80% boylar o'lchab beradi, shunchadan oshmasin deydi. Agar shunga cheklov qo'ysangizda, shofir nima qiladi bilasizmi? Shofir sun'iy ravishda ko'ngilsiz voqealarni uyushtiradi. Buni nima ekanligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Siz ham bir vaqtlar shofyor bo'lgansiz, keyin asta-sekinlik bilan boyib, Allohning quvvati bilan mashina olib keyin shofyor ishlatyapsiz. Savol: 10 dollar pul yetadimi? Shofyorlar, boy akalar, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringlar. Salomat bo'linglar.